Endi hozir men sizlarga bitta video ko'rsatayim. Mana rampa. Ko'ryapsizlar, mana ikkita mashina turibdi bag'da. Mana turibdi, mana agar bu tomondan kelishim kerak bo'lsa. Mana gigalaynerim. Tasavvur qiling endi. Biz kimmiz? O'zbekiston asl farzandlarimiz. Biz baribir eplaymiz. Yurasizlar tag'in. Yerda ishi, pol pritsep haydayapman. Men Amerikada turak haydayapman deb. Oddiy bitta pol pritsep olib kira olmaysizlar. Kerak bo'lsa bitta rampaga, to'g'ri rampaga. Hozir yana bitta ko'rsataman sizlarga. Ko'ryapsizlar? Tasavvur qilyapsizlar shaqa kirishdi. Shunda sindiraman kirib ketadi. Prosta endi men bor uzr. Ham qo'limda kamera, ham barabanda enaltirish ozgina qiyin bo'lyapti. Men olib kiraman, xudo xolasa. Like bosib, videoni tarqatib yuboringlar kerakli insonlarga. Ana sizlarga turib azob kiryapman men. Ana boshladik. Sekin to'g'rilayapmiz. Chunki joy juda ham tor. Boya ko'rganlaringdek xudo xolasa kirgizaveramiz. Prosta bitta qo'lda telefon, bitta qo'lda kamera. Aybga bo'lmaysiz. Xolos. Bari ikki tomondan sekin olib kirmasang juda ham qiyin. Mashina uzun 25 metr. Har ikkita mashinaning orasida yarim metrdan joy bor, xolos 1 metr ham chiqmaydi. U tomonimda ham tentovka turibdi, bu tomonda ham mana kabina. Ko'p turganlaringdek mana men to'xtayman. Ko'ryapsizlarmi qancha zazo turibdi. Mana shu orada yarim metr, u tomonda ham yarim metr. Shunda sekin olib kiramiz endi xudo xohlasa. Amallab sindirib. Juda ham ehtiyot bo'lmasangiz bo'lmaydi bu holatda. Chunki o narigi shirik mashinani bakavoyini qiyirib qo'yganman. Sindirib yubormaylik deb. Mana. Unisi chiqadi. Trakda Amerikada trak haydayapman deb bunisi chiqadi. Yevropada biz mazax yuribmiz mana. Chotki o'g'irlardan olib kiramiz deb. Kel meni oldimga ko'rasan. Qanaqa ahvolligini. Mana shunaqa har kuni ahvol. Chunki har kuni bitta mashqni bajaraversangiz, o'sha urinayotgan, erishayotgan maqsadingizga erishasiz. Sekin to'g'riladim. To'g'ri bo'ldi, to'g'ri. Mana yetib keldim. Kuzib yuborishi mumkin ko'rmayman deb. Lekin ko'rsa odam mazza qiladi. Ayniqsa shofyor odam juda ham go'zal mazza qilishadi. Yaqinroq kelib kerak buni. Aytgandek, bir qo'lda rol, bir qo'lda telefon. Aybga buyurmaysizlar degan umiddaman. Yoqda ham mana. Ko'ryapsizlarmi qancha joy bor? Yarim metr u tomonda, yarim metr bu tomonda. Endi hozir telefonda ko'rsatish qiyinroq. Ровно. U tomon ham, bu tomon ham ровно. Ana ko'ryapsizlarmi? Bu yoq ham ровно. Mana meni mashinam yo'lda ko'rsalarim markatib qo'yilib bo'ptimi? Bu yog'i ham ровно. Mana shu men ishlayotgan ishxona. Mana bu bizda transport logistikani logotipi deydimi? Logotip. Bu yog'i ham ровно. Bu yog'i ham tep-tekis. Men ishlayotgan ishxonamning logotipi. Mana bu men ishlayotgan mashina. Marga qilib qo'yasizlar yo'lda ko'rsatay. Mana bu mening mashinam nomeri.
Bitta baho berib qo'yasizlar. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.